Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 19-yanvar kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 11.962 so'm 78 tiyin bo'lib 6 so'm 88 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 13.887 so'm 59 tiyin bo'lib 40 so'm 31 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 153 so'm 94 tiyin bo'lib 1 so'm 38 tiyinga qimmatladi. 1 qozoq tengesi 23 so'm 31 tiyin bo'lib 11 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Markaziy bank.